Assalomu alaykum, hurmatli Solar Nature Namangan rasmiy diler kuzatuvchilari. Navbatdagi obyektimiz Namangan shahar Orzu dahasida joylashgan okamizga 10 kilovatdagi premium klassdagi quyosh panelini o'rnatib berdik. Bunga ketgan mahsulotlardan panelimiz Longi Haymo Xon panelini qo'yib berdik va inverter D inverterni 20 kilovatli D inverterni qo'yib berdik. Hozir akamizdan biz haqimizdagi fikrlarni eshitamiz. Sizlarga rahmat. Bog'langandan keyin juda tez kelib bir kunda o'rnatib, bugun ishga tushirib berdinglar. Ulanish jarayonlari ham juda oddiy, oson bo'ldi. Siz taklif bildirganingizdek Soliq.uz portali orqali ariza yubordik. Elektroset xodimlari aloqaga chiqishdi. Birpasda hal bo'ldi. Mana hozirda ishga tushdi, deyarli bir 20 minut vaqtda ishga tushdi. Sizlarning xizmatinglar xudo xolasa so'raganlarga, qiziqqanlarga aytaman, xolis, yaxshi effekt berishiga qarab doim maqtovda bo'lamiz. Rahmat. Ishlarga rivoj. Rahmat.